Assalomu alaykum. 2024-yil 9-iyun biz hozir Baxmal tumanida Jizzax viloyatini Mo'g'ul qishlog'idamiz. Ajoyib tabiat. Men Muzaffar Qosimov bo'laman. Men sizlarga nimani bir ko'rsatmoqchimanki, mana bu ko'ryapsizlarni pastlik tomondan bu yoqqa ko'tarilib kelyapti. Mana shu buloq suvi, mana shu buloq suvi pastlik tomondan tepaga oqib bormoqda. Mo'jiza. Ko'ryapsizlarmi? Mana mo'jiza. Bu tepalik, lekin narigi tomon, narigi tomon. Mana pastlik, mana ko'rib turibsizlar. Pastlik. Mana men pastga tushyapman. Mana pastga tushyapman. Mana suv pastlikdan oqyapti. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, tepaga. Mana tepaga oqib ketyapti. Azizlar, mana shunday ajoyib joyga keldik. Allohning qudrati, Allohning mo'jizasi bilan mana shu suv ham tepaga qarab oqmoqda. Barchangizga mana shunday O'zbekistonni tarixiy va Allohning mo'jizalariga boy joylarga kelishga tavsiya qilaman. Barchangizga salomatlik tilayman. O'zbekistonimizda mana shunday juda ham chiroyli tabiat, chiroyli mo'jizakor go'shalari bor. Salomat bo'ling. Muzaffar Qosimov. Barchaga salomatlik va uzoq umr tilab qolaman. Yaxshida ko'rishaylik.